Odamlar orasida Sahro Arslon nomi bilan tanilgan agressiv va hech bir davlat rahbari oldida pinagini ham buzmagan Muammar Kaddafi 20-asrning kuchli va shu bilan birga dushmanlar uchun qaqshatqich siyosat yurgizgan figurantlardan biri. Uning asosiy maqsadi avval arab dunyosini, keyin esa butun Afrikani yagona geosiyosiy markazga aylantirish edi. Kaddafi 1940-yillarda Liviyaning badaviy qabilalaridan birida dunyoga kelgan. Yoshligidan arab millatchiligi g'oyalariga qiziqqan va ayniqsa Gamal Abdul Nosir siyosatidan ilhomlangan. Beng'ozi universitetida tarix yo'nalishida tahsil olgan. Keyinchalik harbiy kollejini tamomlab armiyada xizmat qilgan. Aynan shu davrda monarxiyani ag'darishni maqsad qilgan maxfiy erkin ofitserlar guruhini shakllantiradi. 1969-yil 1-sentyabr kuni atiga 27 yoshda yosh ofitser Muammar Kaddafi boshchiligidagi guruh qirol Idris as-Sanusi hokimiyatini deyarli qon to'kilmasdan ag'darib tashladi. Shu tariqa Liviyada monarxiya tugatildi va yangi siyosiy davr boshlandi. Kaddafi o'zini prezident deb atamadi. U inqilob rahnamosi maqomini tanladi hamda mamlakatda jamahriya, ya'ni ommalar davlati deb atalgan siyosiy tizimni joriy qildi. 1970-yillarda Kaddafi butun arab dunyosining yetakchisiga aylanishni maqsad qildi. U Misr, Suriya va Tunis bilan bir necha bor siyosiy ittifoq tuzishga urindi. Biroq bu tashabbuslar muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Arab dunyosida kutilgan yetakchilikka erisha olmagan Kaddafi keyinchalik e'tiborini Afrikaga qaratdi. 1990-yillarning oxiridan boshlab Kaddafi Afrika Qo'shma Shtatlari g'oyasini ilgari surdi. U yagona Afrika armiyasi, Markaziy banki, umumiy valyutasi va yagona Afrika pasportini yaratishni taklif qildi. Ayrim Afrika yetakchilari ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, boshqalari uni haddan tashqari ambitsiyali loyiha sifatida baholadi. Kaddafi Afrika siyosatida sezilarli moliyaviy ta'sirga ega edi. Liviya o'nlab Afrika davlatlariga milliardlab dollar investitsiya kiritdi. Mehmonxonalar, banklar, telekommunikatsiya kompaniyalari, qishloq xo'jaligi loyihalari va aviakompaniyalariga katta mablag' yo'naltirildi. Bugungi kunda ham ko'plab Afrika davlatlarida Liviya investitsiyalarining izi saqlanib qolgan. Xalqaro maydonda Kaddafining aloqalari murakkab xarakterga ega edi. U bir tomondan Sovet ittifoqi bilan yaqin hamkorlik qilib, katta hajmda Sovet qurollarini xarid qilgan. Boshqa tomondan esa Josep Broz Tito, Gamal Abdul Nosir va boshqa qo'shilmaslik harakati yetakchilari bilan yaqin munosabatlarni rivojlantirgan. 1980-yillarda Kaddafi va AQSh o'rtasidagi ziddiyat keskinlashdi. 1986-yilda AQSh prezidenti Ronald Reygan ma'muriyati Tripoli va Beng'ozi shaharlariga havo zarbalari berdi. Washington Liviya hukumatini xalqaro zo'ravon guruhlarni qo'llab-quvvatlashda ayblagan. Tripoli esa bu ayblovlarni rad etgan. Keyinchalik Lockerbie portlashi bilan bog'liq mojaro sabab Liviya uzoq yillar xalqaro sanksiyalar ostida yashadi. Ichki siyosatda Kaddafi rejimi qattiq qo'l boshqaruv uslubi bilan ajralib turadi. Siyosiy partiyalar va muxolif guruhlar taqiqlangan, ommaviy axborot vositalari ustidan qat'iy nazorat o'rnatilgan edi. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlar Kaddafi davridagi qator repressiv amaliyotlarni tanqid qilgan. Shunga qaramay 2000-yillarning boshlarida Kaddafi tashqi siyosatda keskin burilish yasadi. U ommaviy qirg'in qurollari dasturidan voz kechishni e'lon qildi va g'arb davlatlari bilan munosabatlarni normallashtirishga kirishdi. Natijada Tony Blair, Silvio Berlusconi va Nicolas Sarkozy kabi yetakchilar Tripoliga tashrif buyurdi. Bir necha yil ichida xalqaro izolyatsiyadagi Liviya yana global diplomatik maydonda faol ishtirok eta boshladi. Ichki siyosatda esa neft daromadlari hisobiga keng ko'lamli ijtimoiy dasturlar moliyalashtirildi. Ta'lim va tibbiyot tizimlari davlat tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Savodxonlik darajasi sezilarli oshdi. Mamlakatda ulkan infratuzilma loyihalari amalga oshirildi. Ulardan eng mashhuri Buyuk sun'iy daryo loyihasi bo'lib, minglab kilometr quvurlar orqali sahro ostidagi suv qatlamlari shimoliy shaharlarga yetkazildi. Ko'plab mutaxassislar ushbu loyihani zamonaviy davrning yirik muhandislik inshootlaridan biri sifatida baholagan. 2011-yilda esa Arab bahori voqealari fonida Liviyada ommaviy norozilik namoyishlari boshlandi. Muxolifat kuchlari va hukumat qo'shinlari o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlar fuqarolar urushiga aylandi. NATO boshchiligidagi xalqaro koalitsiya harbiy amaliyotlar olib bordi. O'sha yilning 20-oktyabrda Muammar Kaddafi Sirt shahri yaqinida qo'lga olinib halok bo'ldi. Kaddafining hokimiyatdan ketishi Liviyada barqarorlik o'rnatilishiga olib kelmadi. Aksincha, mamlakatda uzoq davom etgan siyosiy bo'linish, qurolli guruhlar o'rtasidagi kurash va tashqi kuchlarning aralashuvi kuzatildi. Bugungi kunda ham Liviya siyosiy barqarorlikka erishish yo'lida murakkab jarayonlarni boshdan kechirmoqda. Biroq Kaddafi merosi hanuzgacha kuchli bahslar orasida qolgan. Uning tarafdorlari Kaddafi davrini nisbatan yuqori turmush darajasi, davlat subsidiyalari va barqarorlik davri sifatida eslaydi. Tanqidchilar esa siyosiy tizimning markazlashgani, muxolifat faoliyati cheklangani va hokimiyatning bir shaxs atrofida to'planganini ta'kidlaydi. Uning ayanchli o'limini to'g'ri qilyapmiz deb NATOga yordamlashgan xalqi bu ish uchun hanuzgacha afsusda bo'lsa kerak deb o'ylayman.